Yo, hammaga salom sizlar bilan Craft va bugun men sizlarga qanday qilib mana shunday chiroyli skinlarni qilishni o'rgataman. Unday bo'lsa boshlaylik. Birinchi navbatda bizga Blockbench kerak bo'ladi. Blockbench saytini ochib olganimizdan keyin sal pastroqqa tushamiz. Bu yerda ingliz tilida bo'lish kerak, lekin menga qandaydir boshqa tilda bo'lib qolibdi. Mana shu skin degan bo'lim bo'ladi. Mana shu bo'limga bosasizlar. Bu yerda shunday bo'lib chiqadi. Keyin eng pastdagi tugmani bosasizlar. Bundan keyin bu yerga o'tib tekstura faylini bosib, o'zingizlar fayllarni, ya'ni skinlarni kiritasizlar. Buni kiritaman. Mana keyin esa mana shu tugmani bosasizlar. Bo'lganingizdan keyin shunday bo'ladi. Lekin buning ya'ni qo'shimchalari bilan uncha mana shu bo'limga o'tib, mana shuni bitta bosib chiqqandan ko'ra bitta buni bosasizlar. Bari bittada bo'ladi. Keyin esa mana bo'yadigan qalam ustiga bosib, mana shuni bosasizlar. Mana. Endi esa buni o'zingizlarga yoqqan shaklga kiritasizlar. Men hozir o'zim taxminan bir shaklga kirityapman. Mana. Endi esa mana uchta chiziqning ustiga bosasizlar. Mana shu faylni eksport deb turadi. Shuni bosasizlar. Bu yerdan birinchisini emas, ikkinchisini bosasizlar. Keyin mana buni o'chirib qo'yasizlar-da, buni bosasizlar. Fayl yuklab oladi. Cho'rimdan topsanglar bo'ladi. Cho'rimga kirib, yuklamalar bo'limiga o'tsanglar, faylinglar turadi. Tekstura, model, grif, tekstura deb turadi. Buni ulaysizlar. Maxsus ilovalar kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda mana shu ilova File Manager kerak bo'ladi. Mana shunday ilova, mana shu ilovani bosasizlar. O'zi shu ilovaga olib o'tadi. Bu yerda downloadsga bosib, istalganingizlarga kirasizlar. Mana endi buni qaytadan nomlaysizlar. Faqatgina mana shularni o'chirib qo'ysanglar bo'ldi. Bo'ldi. Mana fayl tayyor. Endi esa chiqib ketamiz. Keyingi ilova Nomdes bizga kerak bo'ladi. Bu ilova kuchliroq telefonlar uchun versiya mos kelsa, Telegram Play Marketdan o'rnatsanglar bo'ladi. Yoki shunchaki Google yoki biron bir saytga Nomdes deb yozasizlar. Nomdesga kirib olganingizdan keyin mana shunday bo'lib turadi. Fayl qani deyishinglar mumkin. Buning uchun mana bu faylning ustiga bosamiz. Bu yerda shunday bo'lib chiqadi. Mana shu fayl plusning ustiga bosasizlar. Importning bu yer o'zingizlar yuklashingiz kerak bo'lgan model to'g'ri o'tkazib beradi. Bu yerdan mana shu grifni bosasizlar. Keyin mana buni skinimiz chiqib keladi o'zi. Bu nazarda sal xirroq ko'rinadi. Mana skinimiz chiqib keldi o'zi, lekin bu xira ko'rinadi. Buni to'g'rilash uchun mana bunisiga bosasizlar. Eng yuqorisiga qo'yib qo'yasiz. Mana endi tiniqlashdi. Quyosh nurini tushirish uchun buning ustiga bosasizlar, pastga tushirib, mana buni ustiga bosasizlar. Mana buni qo'l bilan o'zingizlar boshqarsangiz bo'ladi. Soyani o'zgartirsa bo'ladi. Mana soy o'zgaryapti. Mana bunday qilsak yoki bunday qilsanglar o'zi o'zgaradi. Buni ustiga bosasizlar, pastda mana buni ustiga bosanglar, o'zi turli xil quyosh nurlari bor. Shu quyosh nurlarini qaysining ustiga bosanglar, o'zi shunaqa turli xil bo'ladi. Masalan, sohilda yoki turli xil g'orlarning soya yoki quyosh tushishiga moslanadi o'zi. Mana. Keyin o'zi mana shunday o'zi tayyor, lekin menimcha sal tiniqroq qilgan ma'qul. Menga mana shu ma'qul. Mana shunisi eng yaxshisi. Keyingisi esa bu faylga, ya'ni bu rasmga keyin buni rasm qilib olasizlar. Bunga o'zi ishlov beramiz. Buning uchun boshqa ilova kerak bo'ladi. Buning uchun Iblis Point kerak bo'ladi. Men bu ilovalarning barini o'zim yuklab qo'yaman. Ya'ni bu ilovalarni topish uchun mening Telegram kanalimga o'tsanglar, barchasi bor. Mana ilovam, mana buni o'zimiz rasm qilib oldik. Endi buni yaxshilaymiz.
Buning uchun Iblis Point'ning o'zining maxsus dasturi bor. Bu yerda mana bu plyuschani ustiga bosasizlar. Keyin mana bu pastga tushirishni bosasizlar. Bu yerdan mana bu over yaxshiroq. Bu over nima uchun kerak? Bu yerda oq yoki sariq dog'lar qilsa bo'ladi. Aytgancha, mana bu qalamning ustidagi mana shu uchovidan foydalansanglar yaxshi bo'ladi. Men sal yupqarog'ini tanlayman. Mana sal oqartiradi yoki qorasiga qo'ysanglar sal qoraytiradi. Mana qorasi yaxshiroq. Sal shunday qilsak, yana qora bo'lib ketdi. Mana bunisi yaxshiroq. Yoki busi ham yaxshi chiroyli ko'rinadi. Lekin bundan foydalansangiz bo'ladi. Men ko'proq mana shundan foydalanaman. Andis. Shuni bosasizlar, orqaga qo'yib qo'yasizlar. Keyin buni bossanglar, bu yerda tayoqcha mana bunisi bilan qilsanglar bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bu chekalarni bostirib chiqishinglar mumkin. Masalan, mana shunday oq bo'ladi. Lekin buncha mana bu qalinrog'iga bosasizlar. Qalinroq, bu yorqinroq qilib beradi. Keyin buni qilib bo'lgandan keyin mana shuni bossang, u shunday bo'lib chiqadi. Buning uchun ma'lum bir chekkalarni bostirishinglar kerakda. Ya'ni qanday qilishinglar mumkin. Mana bu oq chiroyli ko'ringani uchun shu yoqqan, lekin buni qoraga bo'yaganimiz ma'qulroq ekan. Mana endi sal aniqroq ko'rindi. Endi boyaga aytgan ishlarimni qilasizlar, pastda antni bosasizlar. Keyin birinchi mana shu bo'yoqqa qalamjamsiga bosanglar, shu chiqadi. Endi shu bilan bemalol chekkalarni chiroyliroq qilish mumkin, ya'ni bostirib chiqish mumkin. Video shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'ling va menga like bosishni unutmang. Bu ham ancha-muncha mehnat. Videoda bilinmaydi, lekin buni o'zini qilish ancha vaqt talab qiladi. Ko'rishguncha xayr.